Har qanday mamlakat logistika tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan bu tashish va saqlashdir. O'zbekiston Milliy banki ushbu yo'nalishlarda ham mahalliy tadbirkorlarning rivojlanishiga ko'maklashishda davom etmoqda. Xususan, bank tomonidan Forward Trans Terminal kompaniyasi moliyaviy qo'llab-quvvatlanmoqda. Ushbu kompaniya mijozlarga keng turdagi xizmatlarni taqdim etadi. Aniqrog'i, kompaniyaning xizmatlar turlari keng ko'lamli, xususan bo'sh konteynerlarni qabul qilish va saqlash bo'yicha transport xizmatlari, yuk ortish va tushirish xizmatlari, katta hajmli hamda og'ir yuklarni joylashtirish va saqlash, blokli poyezdlarni shakllantirish, ekspeditorlik yuki shular jumlasidandir. Bundan tashqari xizmatlarni mijozlarga taqdim etish uchun kompaniya bir qator imkoniyatlarga ham ega. 4,1 gektarlik beton platforma bilan 5,1 gektar maydon, umumiy uzunligi 714,90 metr bo'lgan ikkita temir yo'l liniyasi, og'ir yuklarni tushirish va yuklash uchun ko'tarish quvvati 32 tonna bo'lgan kran, maydoni 1,5 ming kvadrat metr bo'lgan bojxona zonasi, O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyati uchun Keles bojxona stansiyasi, avtokran, ko'tarish quvvati 5 tonna va 1,5 tonna bo'lgan dizel forklift shular jumlasidandir. Hozirda kompaniyaning ixtiyorida barcha turdagi konteynerlarga ishlov berish uchun mo'ljallangan yangi ixtisoslashtirilgan yuk ko'taruvchi Reachcaster mavjud. Mashina turli xil sharoitlarda yuk ortish va tushirish operatsiyalarini bajarishga qodir. O'zbekistonda sanoqli bo'lgan Fransiyaning Konecranes korxonasida ishlab chiqarilgan va uni narxi 520 ming yevro bo'lgan Reachcaster texnikasi 2020-yilda O'zmilliybank tomonidan ajratilgan kredit mablag'lari asosida O'zbek Leasing International kompaniyasi biz uchun 60 oy ichida bo'lib to'lash imkoniyatini yaratdi. Bu korxonamiz uchun katta yutuq hisoblanadi. O'zmilliybank va O'zbek Leasing kompaniyasining bizga bergan ko'magi bilan O'zbekiston Respublikasida logistika sohasi rivojlanishi uchun katta hissa qo'shdi deb ayta olaman. Bundan tashqari sayyohlik vositalaridan foydalanish orqali omborlarda va tovarlarning konsolidatsiyasi past bo'lgan terminallarda konteynerlarga ishlov berishni tezlashtirish, konteynerlarga xizmat ko'rsatish narxini pasaytirish, hattoki mamlakatning mintaqadagi mavqeini mustahkamlashga ham imkon beradi.